Hammaga assalomu alaykum. Ismim Jamshid Sodiqov. Toshkent shahridagi Ezguniyat klinikasida yurak ritmi bo'yicha mutaxassis aritmolog shifokor bo'lib faoliyat yuritaman. Bu video yuragi tez urib ketadigan, yurak tez urish tufayli hansiraydigan insonlarga ma'lumot berish sifatida chiqaramiz. Yurak tez urishi taxikardiya deyiladi. Normada inson yuragi 60 tadan 100 tagacha uradi. Agarda insonda yurak urishlar soni 100 tadan ko'p bo'lsa, bu taxikardiya deyiladi. Taxikardiya ham ikki xil bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu fiziologik taxikardiya, ya'ni hech qanday kasallik emas. Ikkinchisi patologik taxikardiya, ya'ni bu kasallik taxikardiyasidir. Fiziologik taxikardiya nima degani? Ya'ni har bitta insonda asabi buziladi, stressli vaziyatlar bo'ladi, qo'rquv bo'ladi, vahima bo'ladi yoki jismoniy ishlarni bajarish mumkin. Ayollarda homiladorlik davrida organizmda adrenalin miqdori ko'proq ishlab chiqarilganligi hisobiga va homiladorlik davrida organizmda qo'shimcha homilaga ham ortiqcha qon kerak bo'lganligi hisobiga yurakda ishlashi ko'proq bo'ladi. Masalan, sportchilarda ham futbol o'ynagan paytda ham yurak tez urishi ko'p bo'ladi. Lekin yugurishdan to'xtaganda yoki vahimali qo'rquv holati ketgan vaziyatda insonning yuragi normaga qaytadi. Agar sizda ham xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, hech ham qo'rqib o'tirmang. Bu oddiy sinusoid taxikardiyadir. Agarda insonda xuddi shunaqa tinch holatida yoki birorta bir omillar, qo'rquv, vahima, jismoniy yuklamali sport mashg'ulotlarida yurak birdaniga tez urib ketib, dam olishiga qaramasdan yurak urishi normaga qaytmasa, yurak tez urishi davom etsa yoki palapartish urishi davom etadigan bo'lsa, bu kasallik taxikardiyasidan darak beradi. Ko'pchilikdan savol tushadi. Doktor, meni taxikardiyam bor ekan, shuni qanday davolasa bo'ladi? Taxikardiyani albatta kasallik taxikardiyasini turlari ham ko'p bo'ladi. Bunga kelib doktorga uchrashish kerak. Bizlar tarafdan hamma tekshirishlardan o'tib, aniq tashxis qo'yilgandan so'ng sizga to'g'ri davo taktikasini belgilash mumkin bo'ladi. Ya'ni patologik kasallik taxikardiyasining ham bir qancha turlari bor. Agarda yurakda qaysi kamerasidan kelib chiqishidan hisobga oladigan bo'lsak, tepada yurakda bo'lmachalar bo'ladi, pastda qorinchalar bo'ladi. Ana shu bo'lmachalardan rivojlanadigan taxikardiyalar bo'lmachalar taxikardiyasi. Qorinchalardan bo'lsa, qorinchalarni tez urishi taxikardiyasi deyiladi. Ko'pincha bo'lmachalar taxikardiyasida inson hushdan ketmaydi va jiddiy darajada qon bosimi tushmaydi va bu inson hayoti uchun xavf tug'dirmaydigan taxikardiyalar turiga kiradi. Qorinchalar taxikardiyasi esa aksincha, bu birdaniga tez uradi, o'ta tez bo'lish hisobiga insonda bosh miyaga yurak tez qisqarish hisobiga bosh miyaga qon chiqarishi keskin kamayadi va buning natijasida inson ko'zi oldi qorong'ilashishi, bosh aylanishi va hattoki qisqa muddatda hushdan ketish, yurakdan to'satdan o'limga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir insonda xalqni emas, mutaxassisni eshitib, to'g'ri tekshirishlardan o'tib, to'g'ri tashxis qo'yish kerak. Endi O'zbekistonni gapiradigan bo'lsam, hozir O'zbekistonda shifokorlar juda ham ko'p. Bu bilan kardiologlar shug'ullanadi, aritmologlar shug'ullanadi, intervension kardiologlar shug'ullanadi, intervension aritmologlar shug'ullanadi. Lekin hamma har xil o'qigan. Kimdir 6 oy o'qigan, kimdir 3 oy o'qigan, kimdir 2 yil, 3 yil, kimdir 10 yillik tajribasi bor. Kimdir ingliz tilini bilmaydi, kimdir ingliz tilida biladi va har kun yangiliklarni o'qishi mumkin. Sizlarga shuni ma'lumot sifatida aytib o'tishim mumkin. O'zbekiston kardiologiya jamiyati dunyoda Yevropa kardiologlar jamiyatiga a'zo hisoblanadi va dunyodagi eng katta jamiyatlardan bittasi ham bu Yevropa kardiologlar jamiyati. Aynan shu tashkilotda eng katta tajribaga ega davlatlarda tajriba orttirgan olimlar, professorlar bir necha 10 millionlab patsientlarni ko'rgandan keyin ular tavsiyanoma ishlab chiqaradi. Aynan shu tavsiyanomalarni o'qib, shular asosida harakat qilish kerak. Hozir O'zbekistonda misol uchun umumiy xirurg bo'lib, undan so'ng 6 oy kardiologiyani o'qib, kardiolog bo'lgan insonlar ham bor. Ularni taxikardiya kasalligiga yondashishi boshqacha, lekin kardiologiyani bitirib yoki umumiy xirurgiyani bitirib
3 yil, 5 yil davomida kardiologiyani o'qib, undan so'ng intervension aritmologiyani o'qib va chet el guidelines deyiladi ingliz tilida, tavsiyanomalar asosida ishlaydigan shifokorlarni har bitta taxikardiyaga ega insonlarga qarashi turlichadir. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman, har bitta vrachga borishdan oldin qaysi joyda o'qiganligi, qanday muhitda tajriba orttirganligi bilan qiziqib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Yevropa kardiologlar jamiyatining tavsiyanomasi har yili yangilanadi. Har yili 4 ta, 5 ta kasallik bo'yicha yangi tavsiyanomalar ishlab chiqaradi. Va shu nuqta nazardan turli xil taxikardiyaga ega insonlarda ham har xil tavsiyanomalar ishlab chiqaradi. Masalan, xilpiroq aritmiyada boshqacha taktika, supraventrikulyar taxikardiya deymiz, unda ham boshqa taktika yoki hayot uchun xavfli qorinchalarni tez urishi, qorinchalar taxikardiyasida ham turli xil tavsiyanomalar ishlab chiqiladi. Aynan shu asosida biz ishlab sizga yordam ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Agarda siz va siz yaqinlaringizda ham yurakni tez urishi, to'satdan birdaniga tez urib ketishi ro'y beradigan bo'lsa, bunda hushdan ketishni kutib o'tirmasdan oldinroq Ezguniyat klinikasiga kelib tekshiruvlardan o'tishingizni tavsiya beraman. Hattoki yuragingiz hatto bezovta qilmasa ham, sog' bo'lsa ham kelib tekshirishlardan yilida bir marta o'tishingiz kerak bo'ladi. Bunga misol yaqinda 1 oy bo'ldi, ya'ni Andijon viloyatidan 44 yoshli erkak kishi tushlik paytida ovqatlanib o'tirgan, darvoza taqillagan, birdaniga qo'rqib ketib, borganda yuragi tez urib ketgan. Kechirasiz mehmon, mening mazam yo'q deb darhol shifoxonaga murojaat qilgan. EKG qilinsa, yurak 250 tagacha tez urib ketishi qayd etilgan. 2-3 soat davomida reanimatsiyada vaqt yo'qotilgan va og'ir holatda bo'lib nafas yetishmovchiligi hansirashdan so'ng yurak ritmi tiklangan. Oddiy kardiogramma qilinsa, 44 yoshli insonda tug'ma oddiy Wolff-Parkinson-White sindromi ekan. Shuning uchun vaqtida yurakni tekshirtiring. Salomat bo'ling.